Prezidentimizning 2025-yil 10-dekabrda qabul qilingan naqdsiz hisob-kitoblarni ommalashtirish va yashirin iqtisodiyot ulushini qisqartirishga qaratilgan qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi farmoniga muvofiq 2026-yil 1-apreldan boshlab davlat xizmatlari, kommunal to'lovlar, alkogol va tamaki mahsulotlari savdosi, avtotransport uchun yoqilg'i xaridi, shuningdek qiymati 25 million so'mdan ortiq bo'lgan tovar va xizmatlar uchun to'lovlar, transport vositalari hamda ko'chmas mulk savdosi bo'yicha hisob-kitoblar faqat naqdsiz shaklda amalga oshiriladi. Bu esa aholiga qulaylik yaratish bilan birga moliyaviy operatsiyalarni yanada tartibli va nazorat qilinadigan tizimga o'tkazishga xizmat qiladi. Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurash departamenti, Soliq, O'zenergiya inspeksiya, Markaziy bank, Namangan viloyati boshqarmalari tomonidan mazkur yangi tartibning ahamiyati va maqsadini aholi va tadbirkorlik subyektlariga yetkazishda kunlik tushuntirish va targ'ibot ishlari olib borilmoqda. Ayni vaqtda viloyatdagi 381 ta avtomobillarga yoqilg'i va gaz quyish shoxobchalarining barchasi tijorat banklari tomonidan terminallar bilan ta'minlangan. Yangi talabga ko'ra endi bu xizmatlar uchun hisob-kitoblar faqat bank kartalari orqali, mobil ilova yoki boshqa elektron to'lov vositalari orqali amalga oshiriladi. Bank plastik kartasi bo'lmagan fuqarolar uchun info kioskalar o'rnatildi. Bu tartib tadbirkorlar uchun ham to'lovlarni avtomatlashtirish, hisob-kitoblarni raqamlashtirish, moliyaviy hisobotlarni yuritishni soddalashtirish, elektron cheklar va onlayn kassa tizimlari bilan integratsiya qilish kabi qator qulayliklar yaratadi. Bu esa xizmat ko'rsatish tezligini oshirish imkonini beradi. 1-apreldan boshlab mana shu kommunal to'lovlar, hamma narsaga to'lovlar plastik karta orqali amalga oshirilishidan biz xabardor bo'ldik. Bu davlatimizga ham, o'zimizga ham foyda bo'lishidan xabarimiz bor biladi. Shuning uchun men ham mana 1-aprelga tayyorgarlik holatida yangi plastik karta oldim. Mana shuni hozir aktivlashtirgan ketyapman. Darhaqiqat mazkur tartib mamlakatda naqd pulsiz hisob-kitoblarni kengaytirish, iqtisodiyotda shaffoflikni ta'minlashga xizmat qiladi. Eng muhimi, yashirin iqtisodiyotni qisqartirishda muhim qadam hisoblanadi.